YouTube ishlatuvchilar uchun katta xushxabar. Endi YouTubedan chiqib ketsangiz ham ko'rayotgan videoingiz to'xtab qolmaydi. iPhone'da ham, Androidda ham. YouTube juda ko'p ishlatib, dars eshitadigan, video ko'radiganlarga tezda videoni jo'natib qo'ying, maza qilib ishlataversin. Mana juda oson. Bepul. Videoda ko'rsatganmiz, juda oson. Ikkinchi funksiya. Avval bu funksiya oyiga 15-20 dollarlik premium paketida bo'lardi, xolos. Hozir endi bepul. Haqiqiy marketing deb shuni aytadi. YouTube dunyoda nomer 1 bo'lishiga, monopolist bo'lishiga qaramasdan bu funksiyani yoqib qo'yapti. Baribir menda ko'raveradi demasdan. Bundan bitta maqsad YouTube sizni YouTube ilovasidan chiqib ketishingizni xohlamayapti. Nima ish qilishingizga qaramasdan tashqarida YouTube qo'yilgan videoingizni ko'raverasiz, darsingizni eshitaverasiz, boshqa qilaverasiz. YouTube to'xtab qolmaydi. iPhone'da va Androidda ham. Play Market yoki iPhone'dagi App Store'ga kirib, YouTube ilovasini yangilab, bu funksiyadan to'laqonli maza qilib ishlataversin va like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa xursandchilik xabarlarni ulashib turamiz. Keyingi yangiliklardan boxabar bo'lasiz. Albatta obuna bo'lib qo'ying, foydadan xoli bo'lmaydi.